Assalomu alaykum. Elektromotor yana xizmatda. Xo'p, bizga dvigatel ta'mirlashga olib kelishdi. Dvigatel постоянный tok, ya'ni o'zgarmas tok kuchida ishlaydigan dvigatel. Xo'p, buni tekshirdik. Tekshirish jarayonida shuni aniqladikki, pol miyasi obmotka qismini ochiq va kollektor qismlarini mana ko'rgan bo'lsanglar, korpusga nisbatan qisqa tutashuv, ya'ni korotkий zamыкание bo'lgan. Xo'p, qiladigan ishlarimiz obmotkani ochib, boshqatdan izolyatorlarni восстановить qilamiz va asosiy qismi, ya'ni kollektor qismini polni almashtirish oldimizda shu vazifa turibdi. Ko'ringan bo'lsa, mana oralarida izolyatorlari kuyib ketgan va bir-biriga kamida yana korpusga nisbatan korotkий zamыкание bergan. Xullas, hozirgi bugungi qilinayotgan ishlarning obzori shulardan iborat. Bizlarni kuzatishda davom eting. Dvigatellarga qiziqadigan va shu sohada ishlaydigan tanishlarga jo'natib qo'yasiz bu videoni. Albatta kerak bo'ladi.